Uyingizda televizoringiz eskimi? YouTube, Netflix, IPTV, Rossiya va dunyo kanallarini ko'ra olmayapsizmi? Unda sizga zamonaviy smart Android pristavka P1 ni bugun obzor qilmoqchimiz. Mana smart Android pristavka P1 ni ana uladik televizorga ana ko'rishlaringiz mumkin. Ana приложениялар, programmalar chiqdi. Mana YouTube'ni ko'rsataman. Ana bemalol ana video ketyapti. Konsert. Ana bu IPTVni ko'rish uchun Rossiya va dunyo kanallari ana ochdi. Ana sport, sedanta, prямой efir ana ketyapti. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ana matchlar hammasi bor. Mana bu yerda kategoriyalar bilan berilgan ana. Ko'rinadi 2739 ta Rossiya va dunyo kanallari bor. Ana bu yerda kategoriyalar bilan berilgan ana ko'rishlaringiz mumkin. Mana sport kompleks. Mana O'zbekiston kanallari ham bor. Ana ITV 60 ta O'zbekiston kanallari bor. Ana ochib ko'rsataman. Ana bular hammasi O'zbekiston kanallari. Hech qanaqa antenna, hech narsa kabel kerak emas. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Toshkent Sport ana barchasi bor. Kimga shunaqa P1 Smart Android pristavka kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Biz sizga O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlang.